Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina ashrafil anbiya'i wal mursalin va ala alihi va ashabihi va atba'ihi ajma'in. Alloh taologa shukrlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga durud salovatlar bo'lsin. Endi mana hozir mamlakat o'sha muftiyat bo'ylab farzandni tarbiyalariga bir e'tibor qilishlik haqidagi mavzularni gapirishlikni buyurgan. Nimaga desa, mana maktablarda hamma joyda nima bo'lyapti? Kanikul bo'lyapti. Bolalarimiz, nabiralarimiz behuda yurib qolmasin, har xil bir yomon bir ishlarga bir o'ralashib qolmasin, haligilarni bir yosh bolani band qilish kerak degan maqsadda muftiyot bugungi kunlarda shu farzand bilan shug'ullanishlik mavzularini buyurgan. O'sha islomda farzand tarbiyasi o'ta muhim ibodatlardan hisoblanadi. Ya'ni ibodat bu. Alloh taoloning bizga ko'rsatgan ko'rsatmasi. Xudoga bo'ysungan bo'lamiz farzandga e'tibor qiladigan bo'lsak. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa'mur ahlaka bis-solati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Ahlini namozga buyurgan. Ahli ayol deb bizda ko'proq o'zbekchada odamlar gapirsa faqat xotinini tushunib qo'ygan. Yo'q. Ahli ayol deganda nima tushuniladi desa, qaramog'idagi kimsalarni tushuniladi. Bola, nabiralar ham ahli ayol qatoriga kirib ketib qoladi. Alloh taolo aytadiki, shu ahlini namozga buyurgan, unda bardavom bo'lgan. La nas'aluka rizqan. Biz sendan rizq haqida so'ramaymiz. Rizqni biz beramiz. Oqibat, ya'ni qiyomat kunidagi eng katta yaxshilik taqvodorlar uchun deb Alloh taolo marhamat qiladi. Haqiqatan rizq Alloh taolodan. Agar ota-onani o'zidan bo'lganida ota-onasi yo'qlar yo ota Rossiyalarda bir necha yillardan beri ishlab qilaman, to'y qilaman, bolamga mashina olaman deyapti, deb yashab yurishibdi. Shunaqa otasi yo'qlar hammasi mashina minolmaslik kerak edi, hammasi ko'chada qolish kerak edi, hammasi qiyinchilikda hayot kechirish kerak edi. Uylanolmaslik kerak edi. Vaholanki unaqa emas. Unaqa emas ko'rib turibmiz. Demak, rizq degan narsa Alloh taolodan ekan. Balki bolalarda ba'zi bir o'shanaqangi bir qiyinchilikda o'sayotgan bolalarda ota-onasi borlardan ko'ra ham yaxshiroqligini, mehnatkashroqligini ko'rasanki, nimaga desa, haligi otasiga ishonib qolganlar, otasini puliga ishonganlar, maishat qilib, mehnat ham qilmasdan dangasachilik qilib, o'zini o'zi otasini pulini ham eplay olmay qo'yganlarni ko'pini ko'rganmiz. Tayyor otasi ish qilib qo'ygan, pul qilib qo'ygan, shunga ham noshukur eplab keta olmaydi. Shuni ham ko'rganmiz. Demak, aziz jamoat, unaqa emas ekan, ko'rib ibrat olyapmiz. Demak, ota-onaning zimmasidagi asosiy narsa nima ekan desa, farzandga qarash asosiy narsa ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda ahlini namozga buyurgan, unda bardavom bo'lgan deydi. Namozga buyuryapti. Bolalarimizni, ayollarimizni namozlarini nazorat qilaylik. Namoz o'qiyaptimi, o'qimayaptimi? Bu o'z o'rnida yana gapirib o'tamiz bu mavzuda. Demak, rizq degan narsagina bola otani zimmasida faqatgina uni uyini qilib berish, xotina berish, to'y qilib berish, shunga o'xshagan narsagina zimmasida emas. Asosiy zimmasidagi narsalar nima ekanligini mana aytib o'tamiz. Bittasi namoz ekan, bu joyda oyat karimda kelyapti. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shadidun la ya'suna Alloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun." Ey Allohga iymon keltirgan bandalar, bir bor degan kalimalar insonning qalbini Alloh bandam desa, Allohga ishonishlik degan narsa aytiladigan bo'lsa, qalbida bir qanaqadir o'zgarish bo'lish kerak. Ey Allohga iymon keltirgan bandalar, o'zingizlarda va ahlilarda yoningizda insonlar va toshlardan bo'lgan olovlik
do'zaxdan saqlanglar, qaytaringlar, ularni himoya qilinglar deydi. Uni tepasida, o'sha do'zaxning tepasida xizmatchi bo'lib turganlar malaikatun g'ilabun shadidun, farishtalar, ular qo'pol, qattiqqo'l, Alloh taologa buyurgan narsasida hech osiylik qilmaydi degani, ya'ni Alloh taolo bularda azoblagan dedimi, bandani holatiga qarab ularga rahmi kelmaydi. Bo'ldi, Xudoning buyrug'ini bajaradi xolos. Boshqa ish qilmaydi ular. Va yafaluna ma yu'marun. Faqatgina buyruqni bajaradi deb Alloh taolo marhamat qiladi. Mana shu joyda mana bizga buyurilayotgan narsa nima? O'zimizni saqlashligimiz kerak ekan. Ba'zimizga bir narsalarda amru ma'ruf nahy anil munkar qilib, buyruqlarni bajarib, qaytarg'lardan qaytarib qilishligimiz kerak. Va yana ahlimizni ham nima qilishimiz kerak ekan? Ahlimizni ham namozga buyurishimiz kerak ekan. Haromdan, namoz o'qimaslikdan saqlashligimiz kerak ekan. Endi buni o'ziga yarasha tartiblari borda, aziz jamoat. Bu bizni aksarimizda hozirgi kunda shu o'zimizni qishloqlarda olib qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi aholini aksari qishloqda o'tirganligi uchun bolasiga odamlar qanchalik dini, diyonatiga e'tibor qilyapti desa, 10%, 15%gina e'tibor qilyapti. 80-85% e'tibor qilayotgan yo'q. Bizni ko'zimiz ko'rayotgan narsa, tushunib olayotgan narsamiz shu. Hammadan qori bo'lib ketishligini hech kim talab qilmayapti. Hamma qori bo'lib ketib, hamma madrasaga kirishligini hech kim talab qilmayapti. Bolamizni iymonlik, islomlik, haromdan hazar qiladigan, namoz o'qiydigan qilib qo'yishligimiz hammamiz tepamizda farz. Hammamiz tepamizda farz qo'ygan narsa. Rossiyaga jo'natib ishlatishda ularning orqasidan pul topib, uy-joylarni chiroyli qilishlikka g'amlarimiz katta-yu, lekin iymoni nima bo'lyapti, islomi nima bo'lyapti, ibodati nima bo'lyapti, kelajakdagi bu nevarami yo bola chaqami bu avlodi qanaqa bo'ladi degan narsalar haqida o'ylamayapmiz. Demak, farzand tarbiyasida birinchi bo'lib nimaga e'tibor qilish kerak desa, ayollarga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Kelin olishdan boshlanadi. Farzand tarbiyalashlik. Ibrohim alayhissalomning hikoyasini aytib o'tdik. Ibrohim alayhissalomning o'g'li Ismoil alayhissalomni asosan kim tarbiyalagan desa, ona tarbiyalagan. Hojar onamiz tarbiyalagan. Tarbiyada asosan ota nazorat qiladi. Yemoq, ichmoq, kiymoqga qaraydi. Nazoratda bo'ladi. Asosiy tarbiyani ona qiladi. Shu ona qilganligi uchun bizni kitoblarimiz o'rgatadiki, farzand tarbiya qilmoqchi bo'ladigan bo'lsang, qayerdan boshlaysan, qanaqa qilib tarbiya qilasan desa, ena olishlikdan boshlaysan deydi. Xotin olishlikdan boshlaysan deydi. Demak, kelin olish, qizimizni kimga beryapmiz, bu narsalar haqida yaxshi o'ylanishligimiz kerak. Ibrohim alayhissalom bolasini o 7-8 yoshida ko'rgan. Aytdik, mana o'sha nimaga, Arab vodiysiga, mana Safo Marvani o'rtasida say qilamiz, ashini o'rtasiga tashlagan, kelgan, Alloh taoloning buyrug'i bilan kelgan borgan. Lekin shunaqangi darajada tarbiyalandiki, ota seni so'yaman ekan desa, if'al ma tu'mar dedi. Xudo buyurdimi? Xudo buyurgan narsani bajarmaysanmi deb otasiga aytdi. Bo'ldi, bajaring dedi. Satajudini inshaalloh minas sobirin. Meni sabr qiluvchilardan topasiz dedi. Otaga bola shunday qilib muomala qildi. Ona otaga bola shunday qilib itoat qilishligiga tarbiya qilib berishligi kerak bo'ladi. Shuning uchun qiz berayotganda ham, yo bo'lmasa bolamizga kelin olayotganda ham ko'pchilik dunyosiga e'tibor qiladi. U bolani manaqa ishlari bor ekan, zinokash ekan, yo marta o'g'irlik qilgan ekan, harom xarish yurar ekan desa, boy bo'lsa, odamlarda ko'pida biz aralashamizda ancha-muncha. Endi ayollar tomonidan sekin-sekin hali erkak shu gapimizni eshitib o'ylanib qoladi. Ayollar tomoniga borib, endi Xudo to'g'rilari, endi Xudo hidoyat qilar, endi yoshda hali to'g'rillanib ketadi-da deb beraveradi. Boyligi bo'lsa, xuddi o'shana qilib beraveradi. Xulqi yomon bo'lsa ham beraveradi. Ota-onasining puli, mashina ishi bor, beraveradi. To'g'rillanib ketadi deydi.